Assalomu alaykum, hurmatli Pahlavon Mahmud kanalining aziz obunachilari, hamma yaxshimi, salomatmisizlar? Qadrdonlar, biz yutuqlarni topshirishni boshlaganmiz. Ayni paytda Sherobod tumaniga, Muzrabot tumanidan kelgan Sanjar akamizni yonlariga keldik, shu yerda uchrashib, hozir ungacha bizda o'sha yutug'imizni, Kobaltimizni ko'rib turgan ekan. Bir ko'rishib olamiz. Assalomu alaykum baba. Yaxshimisiz, salomatmisiz? Aka zo'rmisiz? Charchamasdan. Jonimdan kelgan Kobaltni oldiga pagiraq turaylik. Juqsin yo'qsin qilib turaylik, to'g'rimi yo'qmi? Albatta. O'zlaringiz yaxshimi, salomatmisizlar? Kayfiyatlar zo'rmi? Bayramlar bilan. Rahmat, o'zlaringizga, Xudo omadlaringizni bersin. Rahmat, rahmat. Do'stlar, yana aytib o'taman, bugun 2026-yil 1-yanvar sanasi bilan yangi yilni ertasi kuni birdaniga yangilik xonadonlariga olib borib bermoqchi edik. Akamizni o'zlari aytdi, Jo'l aka o'zimiz olib ketaveramiz. Shu bilan yo'lga chiqqandik, yo'l aka birdaniga uchrashib, shu yerdan yutuqni olib ketaveramiz deganlari uchun mana akamizni oldiga keldik. O'zi yaxshimi baba, kayfiyatlar zo'rmi? Gap yo'q. Qayerdan keldingiz? Qisqacha aytib o'ting. Muzrabot tumani Yangiobod mahallasidan. Yangidiyor mahallasi. Yangidiyor mahallasi. Muzrabotdan Yangidiyor mahallasidan Sanjar akamiz o'zlari yutib olgandilar. Mana kelishoy Moskvadan kelishdan oldin biletni olib turib, o'zlari keyin mana O'zbekistonga kelgan ekan. Hozir O'zbekistondan buva bilan birgalikda kelgan. Mana bu yoqqa yozib ham qo'yibmiz mana. Ibodullayev Sanjar akamiz. Mana boboga topshirsak bo'ladimi? Bari kassa boboda turaki bor. To'g'rimi yo'qmi? To'ppa-to'g'ri. Mana boboga $1000 pul yutuqlarni topshiramiz. Rahmat. Tabriklaymiz bobo. Ishlaringizga omad. Yaxshi kunlarga, to'ylarga ishlatib yuring. Bizlarga ham shunaqa mashina nasib qilsin. Nasib qilsin, albatta. Hammaga nasib qilsin. Yangi yil fayz baraka keltirsin hammamizga. Salomat bo'lasiz. Rahmat katta ekan. Rahmat. Yaxshi kunlarga ishlating. Rahmat. Obunachilarimizga ikki og'iz tilaklar bo'lsa marhamat. Xudo hammani omadini bersin. Yangi yil fayzli, barakali kelsin. Kim nima yaxshi niyatlarga yetsin. Sizlar ishlaringizga ham omad. Yangi zafarlar tilaymiz sizlarga. Rahmat. Sog'lik, omonlik bo'lsin. Rahmat katta. Sanjar aka sanab oldingizmi? To'g'rimi hammasi? Kamchilik yo'qmi? Hammasi joyidami? Ikki og'iz tabriklab qo'ying Sanjar aka, musofirdagi do'stlarga. Bularga hammasiga omad. Yangi yilda shu 2026 omadli yil kelsin. Nasib, albatta. Havas qilganlar, niyat qilganlar. Gaziga bosaylik, albatta sizlarga ham xonadonlaringizga mana bunday pul jutuq ham hammaga bunday qilib turib, Kobaltlarni ham olib borib beraveramiz. Endi navbat Jarqo'rg'onga borib turib mashina topshirgani ketamiz. Bobo sizga kattakon rahmat, sog' bo'lasiz, salomat bo'lasiz. Ishlarga omad. Sizlar ishlaringizga omad. Xo'p bo'ladi. Mayli, rahmat, sog' bo'lingizlar.